Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Mana bugun biz Andijondagi navbatdagi 20 kilovatli obyektimizni topshirishga ketyapmiz. Bizni kuzatib borsangiz, quyosh stansiyasi qanday ishga tushirilishi, qanday to'xtatilishi va unga qanday texnik xizmat ko'rsatilishi haqidagi ma'lumotlarni bilib olasiz. 20 kilovatli stansiyamizni shitini ko'rishingiz mumkin. Предохранитель, litий avtomat, SPD deyiladi. Chaqmoqdan qarshi himoya. Bunimiz 3 faza to'kimiz kelgan, xudo xolasa. Sifatli qilib qo'yib berganmiz. Bunimiz yong'inga qarshi himoya avtomati deydi. Avtomat emas, yong'inga qarshi himoya uchun qo'yiladi. Bu DE 25 kilovat invertor. Mana ko'rishingiz mumkin. 32,5 kilovatgacha ulash mumkin. Xudo xolasa endi ishga tushiramiz. Birinchi o'rinda quyosh panelni invertordan yoqamiz. Keyin birin-ketinida quyosh panel avtomatlari, keyin asosiy avtomat. Mana yondi. Xudo xolasa o'zi tekshirib hadisi bor deyapti. 120 sekund saniyada endi o'zi nazorat qilib fazalarni fazal 1 2 3 ga ajratib, ABSga ajratib o'zi yoqadi. Mana endi relaylar. Maza qilayotgan joyi shu yer. Relaylar o'zi fazalar perkusiyat qilib ishga tushdi. Normal deyapti, hamma yoq joyida. 4 kilovat, 10 kilovat, 11, 11.6, 11.8. Ko'rishingiz mumkin. Fevral oy 3-sanasi. Fevral 4-sanasi. Havo ochiq. Quyosh panellari yangi o'rnatilgan. 11 kilovat, 66 vatt, 680 vatt. 11,5 kilovat tok ishlab chiqarib beryapti. Shitimiz hamma yoq joyida, ishlarimiz sifatli, xudo xolasa. Kabellarimiz VVG-N ga ishlatilgan. PVS boshqa ishlatilmagan, VVG-N ga ishlatamiz. Quyosh panel kabellari Lider firmasining yonma niqom PV kabellari 6 mm secheniyali. Avtomatlarimiz ham Lider, dunyo bo'yicha eng kuchli firma deb tan olingan. Sotuv bo'yicha, sifat bo'yicha ham mumkin. 20 kilovatli obyektimiz tom qismiga chiqdik. Ko'rishingiz mumkin. O'rnatilish burchagi soat 12:30. Quyosh 180 gradusga rosa to'g'ri tushgan. Uy solingan ekan, 180 gradusga qaratib. To'g'ri janubga qarab turibdi panellarimiz. Mana o'rnatilish sifatiga temalarimizga baho berasizlar. Tom ichiga bo'lgakalar bilan straplar qatirilgan. Panellarimiz alyumin krepleniylar bilan hammasi burchagi alyumin krepleniya, o'rtalariga o'rtaniki qatirib chiqilgan. Ko'rishingiz mumkin. Kabellarimiz birinchi ulangan. O'zi maxsus konnektorlarda investitor konnektorlar ulanib, simlar orqali gofr orqali olib chiqib ketganmiz. Xizmat ko'rsatishda yuvmoqchi bo'lganingizda, boshqa bo'lganda birinchi o'rinda shitni ochish kerak ekan. Birinchi bular o'chirilmaydi. Umuman bular tegmaysiz birinchi. Glavni o'rnatasiz. Tashlaganda o'zi mana ASI o'chitdan alarm yonib qoladi. Error F45. Bu svet yo'q degani, davlatlik yo'q degani. Shu bo'lgandan keyin avtomatlar tashlaysiz. Keyin monosini ko'tarasiz. Keyin shlankada oddiy suv bilan sepib turib, ozgina yuvib qo'yib turib, teskari yuvib bo'lganingizdan keyin xuddi birinchi buni bu yoqqa buraysiz. Keyin ikki kichkina avtomat ko'tarasiz, quyosh paneligini. Keyin oxirida davlat tokini ko'tarasiz. Bo'ldi. O'tiradi.
o'zgaradi degani alarm deyapti, com error deyapti-da. DC ham AC ham bo'ladi. AC yondi, DC yondi. Quyosh panellaridan tuk kelyapti, daradan tuk kelyapti deyapti. Endi yana 120 sekund sanaydi, mana. O'zidan ishga tushib ketadi. Bu xonadonga o'rnatib bergan 20 kilovatlik stansiyamiz oyiga 2,5-3 million so'm, yiliga esa 36 million so'm daromad olib keladi. Agar siz ham o'z uyingizga quyosh stansiyasi o'rnatib daromad qilishni istasangiz, bizga aloqaga chiqing yoki ofisimizga tashrif buyurishingiz mumkin. Manzilimiz Andijon viloyati, Sharxon tumani, Meshkaxos svetofori, Adim Solar kompaniyasi.